Toshkentdan atiga 1 soatlik masofada joylashgan dengiz. O'rta Osiyo va Markaziy Osiyodagi eng katta suv havzasi. Demak, biz Issiqko'ldamiz. Issiqko'lda narxlar qanaqa? Kelib dam olishga arziydimi? Bularning barchasi video davomida. Centrum Air aviakompaniyasi orqali Issiqko'lga uchdim. Chiptalar 630 ming so'mdan boshlanganini ana shu e'londan ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari Issiqko'lga Flyhiva va Silk Avia ham mavsumiy parvozlarni yo'lga qo'ygan. Samolyot keng, xushmuomala xodimlar va albatta shinam o'rindiqlar. 1 soat deganda tog'lar orasida joylashgan ko'l biqinidagi aeroportga kelib qo'ndik. Tashqarida bizni taksi akalar iliq kutib olishdi va manzilimizgacha o'zlari istagan narxlarni aytishdi. Men aeroportdan 45 kilometr uzoqlikdagi Posteri qishlog'iga borishim kerak edi va ular aytgan narxdan 4 barobar arzonga savdolashib yo'lga chiqdim. Sizlarga ham tavsiya shu, bu yerda har qanday narxni savdolashib keyin barakalashing. Aeroportdan to manzilimgacha 45 kilometrni faqat ko'l bo'ylab yurib o'tkazdim. Mana bu yer Posteri, Shimoliy sohilning madaniy va dam olish markazi. Zamonaviy sanatoriyalar bu yerda qad ko'targan. Shimolda qadimiy sovet pansionatlari, mehmon uylari jamlangan. Manzilimga yetib kelib tamaddi qildim. Qozon kabob yurtma qilsam shunaqa ovqat keldi. Shu qozon kabobni kommentga yozib ketinglar, keyin kechgacha o'zimning ishlarimni hal qildim va plyaj bo'yidagi mehmonxonaga joylashdim. Xonalar 2 kishilik joylashuv asosida bo'lgani uchun 2 kishilik xonani o'zim bron qildim. Narxi 1500 so'm. Ertasiga esa kema sayohatiga chiqdim. Katta kemaga chiqish puli 700 so'm. Ko'lning o'rtasiga kema suzib bordi va cho'milish uchun yarim soat vaqt berib langar tashladi. Suvga oshno qalblar cho'mildi. Yaxtaning yuqori qismida esa kuy qo'shiq va raqslar avj oldi. Kemada restoran va qahvaxona ham dam oluvchilarga xizmat ko'rsatdi. Sohilga qaytib cho'mildim. Suvga tushganda oyoqda osti loyiqalanmaydigan plyajni juda ham yaxshi ko'raman. Dam oluvchilar turli millat va elat vakillari. Ko'plar oilaviy dam olgani kelgan. Bolajonlar uchun ham mazza joy. Plyaj tuprog'i alohida mavzu. Insonga faqat zavq beradi. Nimaga Issiqko'lni men juda ham ko'p marta dengiz deb atayman? Chunki dengiz deyishga asosiy sabablar bor. Agar buni siz ko'l desangiz, Kaspiy dengizini ham ko'l deyishingiz kerak, chunki Kaspiy dengizi ham ko'l. Ha, rostdan ham Issiqko'l ko'l, lekin dengizga tortadigan jihatlarini eng asosiy ikkitasini aytaman. Narigi sohili ko'rinmaydi. Uzunligi 200 kilometrdan ortiq. Bu degani Chorvoq suv omboridan bir necha 100 karra katta degani. Ikkinchi sabab, boshqa ko'llarda suv chuchuk suv bo'ladi. Bu yerda esa dengiz suvi, haqiqiy dengiz suvi kabi suv sho'r. Kech tushgandan keyin yana boshqa tamaddixonaga kirib, qozon kabob buyurtma qildim. Voy, ajabki, bugun ham menga boshqacha qozon kabob keldi. Kommentga yozinglar, Issiqko'l tomonda qozon kabob o'zi qanaqa bo'ladi? Kechqurun sohil bo'yi odamlar bilan gavjum. Hamma joy yorug' va ozoda. Kafe, restoranlar xizmatingizda. Mehmonxonalar va mehmon uylari sohil bo'yida sizni kutib turibdi. Balandligi 80 necha metrlik chaqbarak men borganimda ta'mirda edi. Hozir ishlayapti. Amerikanskiy gorka esa adrenalin ishqibozlarni o'ziga jalb qilishiga shay. Sportni sevuvchilar uchun sport maydoni, bolalar uchun bolalar o'yingohlari, barchasi bepul. Plyajda cho'milish bepul, o'zi o'rnatilgan sariq soyabonlar bepul, razdevalkalar bepul, dunyoning eng boy plyajlarida bor bo'lgan dushlar ham mutlaqo bepul. Sohil bo'yida skameykalar juda ko'p va har birida musor tashash uchun o'rnalar qo'yilgan. Ko'lda juda ko'plab kemalar, skuterlar va men nomini bilmaydigan allaqanday narsalar juda ham ko'p. Istovchilar parashyutda ham uchishi mumkin. Eslatma, ko'chma soyabonlar pullik. Yana bir eslatma. Bu yerda aytilgan narxga shoshib narsa olmang. Albatta plyus cheksiz bo'lsa o'zingiz bilasiz. Lekin savdolashing va menga o'xshab hamma narsani aytilganidan 2 barobar arzoniga sotib oling. Yana bitta narsa, Issiqko'lning nomini ko'pchilik eshitib, juda ham buni suvi issiq deb o'ylashadi. Ha, suv normalniy darajada, lekin buni asosiy sababi boshqa. Ya'ni ko'pchilik qanaqa o'ylaydi? May oyida ham cho'milsa bo'laveradi demaydi bo'ladi. Yo'q, aslo. Bu yerga iyunning oxiri
iyul-avgust oylarida kelish tavsiya qilaman. Issiqko'l deb atalishiga sabab buni suvi sho'rligi uchun Issiqko'l qishda ham muzlamaydi. Muzlamasligi uchun qadimdagi odamlar bunga Issiqko'l deb nom bergan. Ha, aytgancha, Issiqko'l tog'lar orasida joylashgan ko'llar ichida dunyodagi hajmi jihatdan ikkinchi o'rinda turadigan ko'l. Issiqko'lning chuqurligi 700 metr atrofida bo'ladi. Bu eng chuqur ko'llarda top 10 taligiga bemalol kira oladi. Issiqko'lda har bir otellar va pansionatlar oldida shu hudud atrofiga diqqatga sazovor joylariga ekskursiyalar afishalari bor. Bu yerda ham savdolashib ekskursiya sotib oling. Narxlar 1000 so'mdan boshlanadi. Men Grigoriy darasi va 1600 metr yer ostidan chiqadigan qaynoq buloqlarga borishni tanladim. Yo'l boshlovchi ayol bizni yo'lda zeriktirmadi. Hudud haqida qiziq ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdi. Самое широкое место Иссык-Куля 60 километров. Озеро по прямой 180, глубина 688 метров. Вот такой огромный водоем. Кыргызы называют наше озеро Кыргызским морем. И в переводе с кыргызского языка озеро обозначает горячее. Tog'da asal sotadigan bratanlar, kimki asaldan yeb ko'rmasa yo'lni qolgan qismiga o'tkazmaymiz deb aytishdi. Кто мед не пробует, дальше идет пешком. Majburan asal mahsulotlarini tatib ko'rdik va ularning bu marketing hiylasiga chuv tushib, asal sotib oldik. Grigoriy darasi manzarasini esa men til bilan ta'riflay olmayman. Bunaqangi igna bargli ulkan daraxtlarni siz O'zbekistonda umuman ko'rmagansiz. Sharqroq soydan esa oq suv oqadi. Havo harorati 17-18 daraja. Tanaga juda ham xush yoqadi. Xorijda bo'lasizmi yoki O'zbekistonda bo'lasizmi, ekskursiya sotib olganingizda imkon qadar ovqatlanishga kamroq vaqt ajrating. Hatto shu Zominga borganimda ham o'zi 8-9 soat bo'ladi xolos ekskursiya. 3-4 soatini ovqatlanishga ajratishgan odamlarni ko'rganman. Hozir ham mana bu yerda men shunaqa chiroyli joylarni ko'rib kelyapman, odamlar ovqatlanib o'tirishibdi 2 soatdan beri. Ovqat qochib ketmaydi. Ovqatni istagan paytda yeyveramiz. Lekin bu qisqa vaqtli ekskursiyani prosta ovqatlanishga bag'ishlash bu shunchaki ahmoqlik. Tabiatdan bahra olinglar. Daradan buloq tomonga qaytishda rus, ukrain turistlari qo'sha qaytib kayfiyatimizni ko'tarishdi. Qaynoq buloqda ko'plab hovuzlar bor. Ular tabiiy issiq suv bilan to'ldirilgan. Aytishlaricha bu ming dardga davo suv ekan. Men quyoshda plyajda kuyganim uchun issiq suvga tusha olmadim. Hovuzlarda ayollar ko'p ekanligi uchun videoga olmadim. Shu sabab men boshqa zalga o'tdim. Bu yerdagi hovuzda baliqlar bor. Ichida yotsangiz baliqlar tanangizdagi yomon narsalarni terib tashlar ekan. Hududdagi gullar esa alohida manzara. Ularga bir qarang. Qirg'izistondagi qaysi bir mahalliy aholi bilan gaplashsangiz, ular hozirgi prezident Sadir Japarovni mamlakat tarixidagi eng yaxshi rahbar deb e'tirof etishyapti. Yo'llar ravonlashgan, yo'l bo'ylarida minglab gullar ekilgan, korrupsiya yo'qotilmoqda. Har bir inson mamlakat rahbarlaridan minnatdor. Yuqorida aytdim, men kuchli zagar oldim. Tanam juda kuchli quyosh urishidan aziyat chekdi. Xo'sh, nega menda bunday bo'ldi? Axir men qishloqda, oftobda ishlagan odamman-ku. Qishloqda harorat 45 daraja issiq, bu yerda esa 22 daraja iliq xolos-ku. Keling, nega bizni tanamizni qishloqda yoki shaharda emas, Issiqko'lda nega quyosh kuydirishini tushuntiraman. Agar siz Issiqko'lga birinchi marta borishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, diqqat bilan eshiting. Issiqko'l dengiz sathidan 1600 metr balandlikda joylashgan. Balandlik oshgani sari atmosfera yupqalashadi. Ya'ni quyosh nurlari, ayniqsa ultrabinafsha nurlar kamroq filtrlanadi. Bu esa teriga kuchliroq ta'sir qiladi. Keyingi sabab, shahar havosida chang, tutun, smog bo'ladi. Ular quyosh nurlarini qisman to'sadi. Issiqko'l atrofida esa havo toza. Bu esa ultrabinafsha nurlarining to'liqroq erkin yetib kelishiga imkon beradi. Uchinchi sabab, ko'l yuzasi quyosh nurlarini aks ettiradi. Bu esa ultrabinafsha nurlarini 2 barobar kuchaytirishi mumkin. Bu suv bo'yida uzoq yurish yoki suzish vaqtida quyosh kuyishini tezlashtiradi. Quyosh kuyishidan saqlanish uchun nima qilish kerak? Albatta quyoshdan saqlovchi SPF kremlarini ishlating har 2 soatda va suzgandan keyin qayta surting.
Soatga e'tibor bering. 11 dan 16 gacha umuman quyoshda yurmang. Kiyimlaringiz qanaqa bo'lishi kerak? Yengil, uzun yengli, och rangli kiyimlar kiying. Shlyapa yoki keng soya beruvchi bosh kiyim albatta boshingizda bo'lsin. Ko'zlar uchun ultra binafsha filtrli quyosh ko'zoynagini unutmang. Soyada dam oling. Iloji boricha daraxt soyasida yoki soyabon ostida qoling, ayniqsa plyaj yoki ko'l bo'yida. Suv ichishni unutmang. Quyoshda ko'p vaqt yurish tanani suvsizlantiradi. Ko'p suv iching. Issiqko'lda sizni diqqatingizni tortadigan jihatlardan biri kafe, restoranlar. Ularning 90% dungan Xitoy taomlari. Ulardan mol go'shtli kaboblarni ham yeb ko'rdim. Qo'ziqorinli va mol go'shtli taom ham xush yoqdi. Nonushta uchun esa o'zbek akalarning somsaxonasini topib oldim. Cho'lpon-ota shahrida so'nggi tunimni o'tkazdim. Bu yerda ham mehmonxonaning 2 kishilik xonasini bir o'zim bron qildim. Narxi 1400 so'm bo'ldi. Katta divan, alohida hojatxona, sanuzeli bor. Shunday qilib mamlakatga 5 kunlik safarim zo'r o'tdi. Ertalab Issiqko'l aeroportiga qaytdim. Soat 9:00 da uchish kerak bo'lgan samolyot 8 soat zat DSK bilan uchdi. Aeroportda bu vaqt ko'pchilik bilan tanishib oldim va ozroq mizg'ib ham oldim. Nihoyat Toshkentga uchdik. Osmondagi bulutlar juda ham chiroyli edi. Issiqko'lga 5 kunim uchun jami 3,5 million so'm pul ketdi. Bu pullarning ichiga, ya'ni 3,5 million so'mning ichiga borish kelish aviabilet, mehmonxona, ovqatlanish, ekskursiya, paraxod, yeb ichish hammasi mana shu summani ichida. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta videoga like bosib qo'ying, chunki siz tabiatni va o'zingizni hurmat qiladigan inson ekansiz. Aytgancha, falon davlatga $300 dan tur bor-ku, bundan yaxshi-ku deyishingiz mumkin, lekin yoz saratonida havosi 25 daraja bo'ladigan davlatga bunaqangi tur yo'q. Faqat sahrolardan iborat jazirama davlatlarga borasiz xolos arzonlariga. Keyin u turlarni 2 kishilik joylashuv asosida olasiz. Ya'ni kamida 2 kishi bo'lishingiz kerak. Bir kishiga 2 kishining narxini to'lov qilasiz. Va u yerlarda jazirama sahroda dam olasiz. Iliq dengiz vibe, bahaybat tog'lar faqat salqinlikni sevadiganlar uchun. Bunaqasi faqat Issiqko'lda. Salomat bo'ling.